Mana sizlar ko'rgan o'sha tenroz bo'lgan qo'zi. 3 ta muolajadagi o'sha ancha yaxshi ko'z tegmasa, Allohga shukr, yomon emas. Yuribdi, ancha tekshirish boshladi. Juda ham yotib qolgan holatda edi. Umuman yurmaydigan bo'lib qoldi, dumalab. Mana ko'z tegmasa, sal-sal oqsoqlanib bo'lsa ham. Mana qadrli hisobot dostlarlar. Masalan, do'stim va immunoparazitan dorisini yangi bemorimizga qilamiz. Bu 4-chi bahorisi martda qilishimiz. Hozir уже ancha yaxshi bo'lib qolgan, ko'z tegmasin. Tak. 4-chi martasida 3 milligram. Hani bemorimizdan holatini o'zingiz ko'rdinglar. Bemorlar yuribdi. Neyse, yo tomoniga dastimni qilamiz. Hoppa. Ancha yaxshi holat. Hammalarga shu tenroz bo'lgan qo'zi qo'chqorlarni sog'lig'ini so'yg'orishdan oldin biror mana shu immunoparazitan dorisini va do'stim vitaminini qilish tavsiya qilaman. Menda xudoga shukr ancha yaxshi bo'ldi, ko'z tegmasin. O'zingiz ko'rib turganingizdek, bu 4-chi marta qilishimiz. Hammalarga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.